Assalomu alaykum aziz ayollar. Ayollarning eng katta muammosi выделение muammosi. Shu haqida hozir gaplashamiz. Qarang, o'zingizni kuzating. Doimiy выделение kelish holatlarini o'ylang. Qanday va qanaqa выделение keladi? O'zingizdagi выделениeni pastga kommentariyaga yozing. Va bu darsimiz davomida выделениyalar nima uchun kelishi, qaysi holatda выделение rangi, hidi o'zgarishini bilib olishingiz mumkin. Agar shaffof, hidsiz, rangsiz выделение keladigan bo'lsa, bu norma o'zi ovulyatsiya paytida, ya'ni tuxumdonlaringiz yaxshi yetilib, follikula yorilgan paytda keladigan 3-5 kun atrofida shunaqa shaffof suyuqlik keladi. Bu holatda ovulyatsiya deyiladi. Bu eng norma holat hisoblanadi. Hayz paytimizni asosan o'rtasi. Hayz siklingiz necha kun bo'lsa, buni o'rtasi olinadi. O'rtasida kuzatsangiz, hayzingiz agar aytaylik 30-31 kun davom etadigan bo'lsa, ayni 14-kundan shaffof выделение ajralishni 16-17 kunlarigacha ajralishni boshlaydi va bu norma holat hisoblanadi. Sog'lom ayolda ovulyatsiya normada bo'ladi. Endi shaffof выделение doimiy kelishi bu nimadan? Aytaylik, kunduzi ham kelyapti va jinsiy yaqinlikda bu ko'payib ketyapti. Bu aynan sizda gormonal kuchli disbalans kuzatilayotganini hisobiga, gormonlaringiz buzilib ketganini hisobiga shunaqa shaffof выделение ko'p ajrayapti. Aytaylik, qaysidir gormonlaringiz haddan tashqari yuqorilashib ketgan, qaysidir gormonlaringiz pastlab ketib qolgan. Bu holatda albatta doimiy shaffof выделение keladi. Bu doimiy kelishi qaraysizda, demak, menda gormonlarim juda ham noto'g'ri ishlayapti ekan deb o'zingizga o'zingiz diagnoz qo'yishingiz mumkin. Endi krem sifat выделение kelishi aytaylik oz miqdorda krem sifat trusikda nuqta tochka iz qoldiradigan выделение bu sog'lom ayolda keladigan выделение. O'zi odatda 5 milligramgacha kuniga выделение kelishi norma hisoblanadi. Agar bu kelmasa, haddan tashqari quruqlashib ketish ham normadan tashqari holat. Haddan tashqari krem sifat выделениeni ko'payishi ham sizda bakteriya yoki zamburug'laringiz rivojlanayotganini belgisi bo'ladi. Agar bu holat kuchaysa, ya'ni krem sifat выделение ko'payib, уже sarg'ayishni boshlasa, sariq выделение keladigan bo'lsa, unda sariq выделение aynan sizdagi balans buzilganini hisobiga. Krem sifat sariq, quyuqroq выделение kelishi bu qin mikroflorasini buzilayotganidan, kuchli buzilish, zamburug'lar rivojlanayotgani, bakteriyalar rivojlanayotgani oqibatida shu narsa rivojlanadi va sizga belgi bo'lib ko'rinadi. Endi sizda kandidozga aylanish holati, ya'ni krem sifatdan tvorog sifat выделениega aylanib ketishi, unga plus qichishish, achishish, qanaqadir noqulayliklar ham qo'shilib ketsa, bunda infeksiya ham birgalikda kuchayayotgan bo'ladi. Ko'p ayollarimiz toraytiruvchi vositalar ishlatgandan keyin shu holat ko'proq kuzatiladi. Ayni doimiy kelayotgan выделение ko'payib ketadi va qichishib, achishib, og'riqlargacha ham sabab bo'ladi. Bu aynan sizda infeksiya kirib oldi, ya'ni toraytiruvchi qanaqadir vositalarni qo'lladingiz, ichkarida juda ham bir jang ketyapti, infeksiya rivojlanib, qin mikroflorasini haddan tashqari buzyapti. O'zi yordam kerak edi, buzilib turgan edi, endi battar buzilib, shunaqa yomon holat kuzatilyapti. Bu holatda ham siz tezroq ginekologga ko'rinib, aytilgan lecheniani qilib va insi-fitness bilan shug'ullanishingiz kerak. Nima uchun? Chunki sizda holat yomonlashdi. Endi orqaga qaytarishni bitta yo'li bu lecheniya bo'lsa, bu birinchi etapda sizni simptomlaringizni to'xtatib beradi. Ya'ni выделение muammosini qisman achishish, og'riq, qanaqadir qichishishlarni to'xtatib berish uchun lecheniya olsangiz va plus insi-fitness bilan shug'ullansangiz, u mikroflorani, ya'ni qin mikroflorasini yaxshi tozalab, yaxshi mushaklaringiz baquvvat qilib, kuchga kirishiga yordam beradi. Aytaylik, kasal odam resk o'ziga kelib keta olmaydi, antibiotikni bosib olib, resk o'ziga kelib, kuchayib keta olmaydi. Bu endi kompleks davo hisoblanadi. Undan keyin tiklanish jarayoni ham bo'ladi. Xuddi shu narsa bizning qin mikrofloramizdagi holat bir etapda yaxshilandi, endi unga tabiiy yordam kerak. Siz insi-fitness bilan qin mikroflorasidagi chiqib ketish kerak bo'lgan выделениeni tozalab chiqarib yuborasiz va sog'lomlashtirishga, immunitetingizni oshirishga harakat qilasiz. Endi yana bitta holat, sariq выделениyadan уже yashilga aylanishi. Bu ham infeksiyani rivojlanishidan bo'ladi.
siz prosta infeksiya deb beparvo qarashingiz kerak emas. Bu kompleks muammo. Aytaylik, qabziyat bo'lasiz, qin mikroflorasida holati yomon va tinimsiz hidli, rangli выделениyalar kelyapti, ajralmalar. Bularni hammasini to'plab oladigan bo'lsak, bitta muammo kelib chiqyapti. Sizni sog'lig'ingiz yomonlashyapti. Oddiygina qabziyatda ham qabziyat yo'g'on ichakda turadigan axlat. Ya'ni har kuni chiqib ketmasa, u axlat qolib ketadi. Axlat qolib ketgandan keyin uni hidi chiqadi, badbo'y, bir havoni bulg'aydigan qanaqadir bakteriyalar chiqishni boshlaydi, infeksiya tarqalishni boshlaydi. Uyingizga aytaylik, bitta kosada ovqatingiz achib qoldi, stolni ustida turdi, nima bo'ladi? Bir haftadan keyin qarasangiz, butun uyingiz sasib, shunaqa badbo'y hid taralib ketadi va undan har xil infeksion kasalliklar tarqalib ajralishni boshlaydi. Oddiygina bu ovqat qoldig'i, ovqat achib qolgan, tashqarida havoda achib qolgan. Endi ichkarida dimlanib achib qolgan ovqat, ya'ni ovqat hazm bo'ldi, ichaklarga tushdi, ichaklaringizda to'planib yotibdi. Qattiq bo'lib to'planib shunaqa bakteriyalar ajratib chiqaradi, infeksiyalar. Bu endi qin devorlarimizda ham to'planadi. Qiningizni ichiga qo'lingizni kirgizsangiz, yo'g'on ichak tarafda nohotdek qanaqadir qattiq narsalarga qo'lingiz tegishi mumkin agar qabziyatdan qiynalsangiz. Bu narsa oddiy muammo emas, bakteriyalar u yerga hujum qilyapti. Infeksiya, bakteriya, chunki axlat bor ichimizda. Shu o'tib ketganning hisobiga qinda ham buzilishlar bo'ladi. Ko'pchilik hidli выделение keldi deydi. Endi hidli выделение ichaklar sabab ham va yo'g'on ichakdagi to'planib qolgan ovqat qoldiqlari sabab ham o'tishi mumkin. Shuning uchun organizmni faqat tozalab, yengillatib, biz har bitta organimizga, eng asosiy qinimizga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Hozir mana kommentariyaga yozib keting. Yana ham o'zingizdagi holatlarni, qabziyat bo'lasizmi, выделение qanchalik keladi, jinsiy yaqinlikda suvlanish qanchalik yoki qurib ketadimi, shularni batafsil yozing. O'zim bitta sizga javob beraman. Bu narsalar endi xalos bo'lishimiz kerak bo'lgan muammolar. Prosta muammo emas, bu ochiqlanib, uje sizga muammo tashqariga otilib chiqqan, sizga katta belgi. Ya'ni bu belgilar sizni tezroq sog'ayishingizga sabab bo'lishi kerak. Bu miyangizga signal bo'lib urilishi kerak. Ya'ni siz tezroq organizmga yordam berishingiz kerak. Aytaylik, bu holatlarga beparvo qaradingiz, endi nima bo'ladi? Endi sizda uje qonli ajralmalarga aylanib ketish holati bor. Aytaylik, hayzdan tashqari har qanaqa qon kelishi bu normadan tashqari. Ya'ni sizda hayz siklingiz tugadi va endi korishneviy выделение yoki qon aralash выделение kelayotgan bo'lsa, buni bilingki, ichkarida holat ancha og'ir darajada. Aytaylik, eroziya bo'lgansiz, siz bilmasdan uni ancha rivojlantirib qo'yganingiz bo'ladi. Eroziya endi oddiy muammo emas, prosta yallig'lanish boshlanib, u kuchayib, yiringga aylanib ketish holati. U endi qonab sizga katta yara bor ichingda, qarashing kerak degan belgini beradi. Korishneviy выделениyaga keladigan bo'lsak, jigarrang выделение bu endi sizni gormonlaringiz haddan tashqari zo'riqib, qiynalib ishlayapti va tuxumdonlar ham ishlashdan uje charchab, ish to'xtatish arafasida, ya'ni ishlamay qo'yyapti. Endi siz yaxshilab sog'lig'ingizga e'tibor berishingiz kerak degani. Bu endi oxirgi og'ir holat hisoblanadi. Agar sizda qonli выделение bo'lmasa, tvorogsimon hidli, rangli выделениyalar bo'lsa, bularga tezroq yechim sifatida Intifitness bilan shug'ullanishingiz kerak. Chunki Intifitness sizni immunitetingizni ko'tarishga, tazdagi holatni yaxshilashga, qon aylanishini tezlashtirib, organizmni tezroq tozalanishiga yordam beradi. Ayni yo'g'on ichaklarimizdagi axlatni tezroq chiqib ketishiga ham shu Intifitness sabab bo'ladi va qin mikroflorasida to'planib qolgan выделение qoldiqlari yoki rivojlanayotgan bakteriyalar, infeksiyalar qanaqadir zamburug'larni tozalab, chistay holatga olib kelib, tarang holatga olib kelishga va kuchli holatga olib kelishga xizmat qiladigan mashqlar kompleksi. Agar siz muammodan hozir xalos bo'lgingiz kelsa yoki bo'lmasa iloji bor ekan, men kurashaman, o'z sog'lig'imga beparvo qaramayman deydigan bo'lsangiz, unda pastda adminimizning lichkasini qoldirganman. Bu lichkasiga o'tib, bu link orqali lichkasiga o'tasiz va o'zingizdagi muammolarni, kurs haqida ma'lumotlarni bemalol olishingiz mumkin.
Agar sog'lig'ingizga beparvo bo'lmasangiz, unda sizni Inti Fitness kursimda kutib qolaman. Sog'ayishga, har xil ajralmalardan xalos bo'lishingizga haqqingiz bor. Sizni judayam yaxshi ko'raman. Siz o'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak. Sog'lig'ingizga beparvo bo'lishingiz kerak emas.